Jo'xa, seni janob mer chaqiryapti. Nima chaqiradi? Bilmayman, ishi bordir, borib so'rachi o'zidan. Ha, bo'pti, hozir so'rayman. Nima ishi bor ekan ertalabdan o'zi? Ertalabmi yo obed quyosh qani edi? Quyosh hali ertalab ekan. Soat 10 bo'pti. Soat 10 lekin ertalab bo'lmaydi-ku. Hamma hech narsa qilmaydi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keldingmi Jo'xa? Yo'q, kelganim yo'q. Uyimda o'tiribman. Ana ko'ryapsizmi? Notebook o'ynab o'tiribman. Yig'ishtir notebookda, senga ish bor. Yig'ishtirib keldim mana oldingizga. Qanday ish bor? Garajda bitta qishlog'imizda do'kon qurish kerak. Endi do'konni ham men qurib beraymi? Men quraymi chiqib? Quring chiqib. Qo'lim yo'q-ku. Ikkinchi qo'li yo'q. Mayli, quraman. Qanday qurish kerak? Qayerdan qurish kerak? Shuni tushuntiring menga. O'shani qurasan, undan o'zing boshqarasan, tushunyapsanmi? O'zim? Ha, o'zing. Men boshqarmasam kerak. Siz boshqarsangiz nima bo'ladi? Va tentak, men qo'lim yo'q-ku. Boshqarish bilan qo'lning nima aloqasi bor? Tasavvur qil. Men do'konda o'tiribman, sen kelding. Davay, ikkalamiz gaplashamiz. Assalomu alaykum janob mer. Sizda qalampir bormi? Qalampir? Ha, qalampir. Yo'q, qalampir yo'q. Bo'pti unda. Mayli, men ketdim. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nima? Qo'lingizda nima aloqasi bor ekan shunga? Yo, sen bor narsani so'ra-da. Nima narsa bor? Misol, suv so'ra. Ha, bo'pti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Janob mer, Karojdak italyanskiy suv bormi? Yo'q, italyanskiy suv. Ha, bo'pti, unda men ketdim. Mana nima qo'lingizda nima aloqasi bor? Voy, jinnimisan, oddiy suv so'ra, oddiy. Ha, bo'pti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Do'koningizda suv bormi? Qanday suv? Oddiy suv. Yo'q, gazli suv bor. Ha, bo'pti, unda men ketdim. Qo'lda nima aloqasi bor ekan shunga? Sen oddiy suv so'rading, gazli suv so'raganda men olib berishim kerak edi. Lekin qo'lim yo'q, qanday olib beraman? Ha, o'zim olardim. Do'konni bundan aylana qilib qursa, klientlar o'zi aylanib narsalar yig'ib keladigan korzinkadek bo'lardi. Abba, mayli, Karojdak birinchi sandiq edi, yashikni ochgan tepamdagi. Tepangizdak birinchi yashik. Xo'sh. Ichidagi narsalarni olib qurilishni boshla. Ha, mayli. Lekin bu yerda faqat shunaqa narsalar bor ekan. Ya'ni qurilish uchun kerak bo'ladigan bloklar yo'q-ku. Daraxt, keyin tosh degandek. Endi ularni borib o'zing olib kelasan-da, u narsalarni ham senga topib bersam, g'alati yo'q, hamma narsani topib beraversam. Mayli, unda men ketdim janob mer, qurilishni boshlayman. Bo'pti, davay, charchaman. Zo'r qilib qur, qarochi. Bo'pti, qarochi. Xullas, ana endi janob merda aytgandek zo'r qilib quraman, qarochi. Birinchi uyimdan asbob uskunalarimni olishim kerak. Ya'ni tapor degandek, kirka-mirka degandek bormikan o'sha narsalarim? Yo'q. Demak, bu qishloqqa bir ikki kun kelmaganimga jetellar hamma narsani rasvosini chiqarib tashlabdi. Janob merdan so'rab kelaymikan? O'zimda yo'qmi? Yo'q, o'zimda yo'q. Qanday so'rasam ekan? Janob merdan so'rasam, sen hali o'zing instrumentlaring yo'q. Sen qanday qurilish qilmoqchisan deydi. Ustimdan kuladi. Qanday so'rasam ekan? Mayli, nima qilib bo'lsa ham so'rayman. Birodar daraxt bilan tosh ham so'rasam, keyin borib o'tirmayman, olib kelish uchun ketdim so'rayman. Seni hali hech narsang yo'qmi? Mana shu narsalardan foydalanib ko'r tezroq bo'lmasa. Mayli janob mer, faqat ustimdan kulmang. Nimaga ustingda kulishim kerak? Endi mana bu narsalar yo'qligida, yo seni ustingda kulmayman, seni yo'qligida kulaman, ustiga chiqolmayman, tentak. Ha, to'g'ri, bo'pti janob mer. Uzr, lekin boru nari qishloqda qolib ketibdi-da narsalarim. O'zi sen hamma narsani qoldirib yurasiz. O'zing ham qolib ketmabsan-da. Siz shu o'qituvchi bo'lmaganmisiz yoshligingizda? Bu gap nima edi? Shu gapingiz o'xshadi. O'zing ham qolib ketmabsan derdi bitta o'qituvchim. Bo'pti janob mer, men ketdim. Mayli, tezroq qur. Aha, mayli. Bu uyda ruchkam qolib ketsa yoki biror narsam qolib ketsa, ustozim aytardi. O'zing ham qolib ketmabsan derdi. O'shanga o'xshar ekan janob merning ovozi. Demak, janob mer yoshligida o'qituvchi bo'lgan yoki o'z yoshiga oz janob mer 40 nechidir yoshga kirgan. Demak, ishdan bo'shab siraz janob mer bo'lyapti-da. Bizda ham bitta shunaqa ustozimiz siraz o'qituvchilikdan bo'shamagan qizig'i. O'sha mahalla raisi bo'lganda keyin bo'shamagan, ishlayvergan. Mahalla raisi ham bo'lgan, domla ham bo'lgan. Birdan ishlayvergan. O'shanaqa emas ekan-da janob mer. Bu yerda maktab yo'qda, o'shaning uchun agar maktab bo'lganda biz janob mer ham ishlayverardi, lekin maktab qurish kerak ham bilmayman. Nimaga men bu yerda hozir bunaqa qilyapman? Avval bu yerda qaziyman-ku. Baribir qazishimga to'g'ri keladi. Nima uchun yana blok qo'yib chiqayapman? Mayli, hech narsa qilmaydi. Ketgan vaqtimga roziman. Nimaga rozi bo'lishim kerak? Noroziman qana ishni. Lekin norozi bo'lgan bilan kim menga uni to'laydi? O'zim qilyapman-ku ishni.
Menga birov to'lab bermasa, g'alati o'zim bilan o'zim urushib qolmasam bo'ldi shu yerda hozir. O'zim bilan urushib qoladigan bo'lsam, mabodo men o'zim taraf bo'laman. Keyin o'zim bilan o'zim urushganda, o'zim bilan o'zim ja qattiq urushib ketadigan bo'lsa, ajratish uchun o'zimni ishga solaman. Shunda o'zim ham o'yin tomondagi jangchi, ham chap tomondagi jangchi, ham raund boshqaruvchi bo'laman. Bu g'alati emasmi? Salgina. Da rostdan ham g'alati. Endi nima iloji, g'alati bo'lgan bilan ham bir amallaymiz. Tak. Hozir mana bu toshlarni qo'yib chiqamiz birinchi o'rinda. Endi tosh bo'lgandan keyin tayga qo'yiladi. Ustiga qo'yib bo'lmaydi toshni. Tagga qo'yamiz va qo'yamiz. Tamom. Ana endi atrofini qanday qilsam ekan, tosh qilaymikan yo daraxt qilaymikan? Daraxt qilaman onasi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta daraxt. Xo'p, okey. Ikkita, uchta, to'rtta. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Xo'p, okey. Ikkita, uchta, to'rtta. Xo'p, okey, o'xshamadi. 1 2 3 4. Endi hammasi ham o'xshamaydi. Obunachilar, har doim ham zo'r bo'lmaysizlar, to'g'rimi? Men ham misol har doim dahshat bo'lib ketaman deb o'ylamaganman, to'g'rimi? O'shaning uchun ham shunaqa qarorchi. No, mana bu yerga bitta eshik bo'lishi kerak, chunki janob mer bitta eshik bergan menga. Ikkinchisini qayerdan topolmay o'zim yasaymanmi eshikda? Da, o'zim yasayman tinchgina. Chunki men u eshikdan narigi tomon ko'rinmaydi-ku. Narigi tomon iloji bo'lsa ko'rinib tursa, do'konda ichi dahshat chiroyli bo'ladi. Do'konda nima borligini ko'radi-da jitellar. O'shaning uchun ham shunaqa qilmoqchiman. Tak, hozir bu yerga javnaq ko'p deraza qo'yish shart emas. Sababini aytaymi sizlarga. Sababi polkalar joylashtirib chiqish kerak, ya'ni stelajlar joylashtirib chiqish kerak. Joy qolmaydi agar hamma joyda oyna qilib yuborsam. Tayyor. Endi tepa qavatni yopish kerak. Tosh qilamiz albatta tepasini ham, chunki past tosh bo'lgandan keyin tepa ham tosh bo'lishi kerak. Bir xil bo'lishi kerak tepa past. Xo'p, mana buni olib tashlaymiz bu yerdan. Kerak yo'q. Okey. Nima qilayotgan? Tosh qo'yayotgandim aytgancha. Tosh bu tomoniga. Men uni qo'lim qiyshiqligidan qo'yib yuboryapman. Ko'ryapsizlarmi? Qo'lim shunchalik qiyshiqki, qippa qiyshiq. Вообще, qiyshiq Pro Max u yotibdi. Manaka, endi bu tomon. Menimcha shu oxirgi tomon bo'lsa kerak, yo bir tomon bormi? Yana deganim oxirgi ekan. Va tosh ham tugadi, cho'tka. Oyna bor edi, oyna qo'yib chiqamiz endi. No 4 tomoniga kichkina oynachalar bo'ldi. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Endi ichki tomon ustki qavatini yopamiz. Taxta bilan yopamiz, конечно, chiroyli chiqadi. Xo'p, qo'yamiz va qo'yamiz. Tamom. Garoj hozir bitta narsa qilishim kerak, hozir ko'rasizlar nima qilishim kerakligini. Bizga bitta verstak kerak bo'ladi. Atak verstak tashqariga qo'yib qo'ying, chunki do'kon ichiga verstak umuman keragi yo'q narsa. 6 ta yetmasa kerak, no yetishi ham mumkin 6 ta. Mana bu oldini mana bunaqa chiroyli qilib takoy qilib qo'yish kerak. Voy, 6 ta yetdi lekin ko'ryapsizlarmi takoy. Endi bizga eshik kerak. Eshikda ham albatta shuni yasaveramiz. 3 ta eshik berdi. Menga ikkitasi yetardi. Bittasini nima qilaman? Borib musorga tashlayveraman, bittasi kerak emas, qarochi. Endi ichkari tomonni bezashni boshlaymiz. Mana bu narsalar hozircha bizga kerak emas. Tak, katta narsalar joylashtirgan, lekin bu narsalarga joy chiqamikan joy. Menimcha qiyin joy topish bu narsalarga. Chunki ko'ryapsizlar, juda katta narsa. Mana bu nima narsa edi bu? Pizzami, nima narsa bu? Qayerga qo'yaman buni? Men ustiga qo'ysa bo'larmikan? Yo'q, bu ko'rinadigan joyga turishi kerak. Apaka bu shunday turib tursin. Hozir men ichimlikni o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Takoy, mana shu yerda turadi, ko'ryapsizlarmi? U mana shunaqa joylashtirish usulini bilish kerak-da. Bunaqa stelajlar bor. Nima bu? Aytgancha, bunga kitob javonimi bu? Stelajmi bu? Hozir nimadir qo'yib ko'rish kerak. What? Yo'q, to'xtanglar. Nimadir qo'yib ko'rmasa bo'lmaydi bunga baribir. Mana shu narsani qo'yib ko'rayim. Bu stelaj ekan rostdan ham. No, kitob javoniga o'xshar ekan, atak stelaj ekan. Qanday bunday bo'lgan bilmayman. Tak, bizda bundan bitta qoldi. Bittani qaysi tomonga qo'ysam bo'ladi? Bittani usti qator qilib qo'ysam bo'lar ekan. Keyin mana bu narsa bor-ku. Buni ham mana shu yerga qo'yib qo'ysak, takoy ko'ryapsizlarmi? Pishiriqlar ekan u, shirinliklar. O'shalar shu joyda turadi. Tak, mana buni tak qo'yamiz. Buni esa qayerga qo'ysak bo'ladi? O'z joy qolmadi bo'sh joy, ko'ryapsiz. Bitta xalta qopdi. Qop, ya'ni qopni shu yerga qo'yamiz. Ichimlikni qanday oladi bilmadim. O't mashinasidan qo'l tiqib oladi, chunki boshqa bo'sh joy yo'q o'zi. Bitta kichkina teshikcha bor, qo'lni tiqadi, olaveradi. Tak, bu tomonni ham aylantirib stelaj qo'yib chiqish kerak. Mana, mana bu chekka sig'mas ekan. Mana. Cho'tki, ko'ryapsizlarmi? Bundan вообще zo'r Pro Max bo'lib ketadi. Bo'ldi, endi borib janob merga aytaman, do'kon tayyor. Bu o'zi ishlaydigan do'kon. Shunday kelasizlarda, qarochi, olasiz narsalar, pulni tashlashga bitta joy qilib qo'yish kerak. Pul tashlab ketaverasizlar. Все, tamom.